Bir kunda pulni ishlab topish yoki ishlatish. Bugun biz kompyuterxona admini necha puldan necha pulgacha pul topish mumkinligi, uni qayoqqa ishlatish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Mabodo kontentimiz sizlarga yoqadigan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. O'zi necha pul topar ekanmiz? Bilmadim lekin. Qani bo'lmasa, tettu. Ish vaqtini kechki soat 8 dan ertalabki 6 gacha gaplashdik va 50 ta kompyuterga qarashni o'z bo'ynimizga oldik. Menimcha hamma bolalarning yoshligidagi orzularidan bittasi kompyuterxonadan chiqmasdan kontrol o'ynash bo'lgan bo'lsa kerak. Undan tashqari o'yin o'ynab pul topish undan ham mazada. Oh my god! Wow! Aslida to'g'risini aytadigan bo'lsak, bu ish ham katta javobgarligi bor. Kassaga har doim qarab turish, qarzga kompyuter yoqmaslik, keyin har bitta odam turganidan keyin orqasidagi musorlarni olib qo'yib, naushnik, klaviaturalarni joy-joyiga qo'yib qo'yish. Bar bo'shab qolmasligi uchun ham ichimliklar bilan to'ldirib turish. Barra kassasi alohida bo'ladi. Xuddi shunaqa kompyuterlarning vaqtini kassasi ham. Hamma kassa отчет qilib yuriladi. Bir sim ham kam chiqmasligi kerak bo'ladi. O'shaning uchun katta e'tibor bilan ishlash kerak bo'ladi. Menga o'xshab faqat kontrol o'ynab o'tirsanglar, kassa точно kam chiqadi. Nomanda unaqa bo'lmadi. Odam ko'payib ketgan payt hamma adminni chaqirishni boshlaydi. Shunda miyanglar achib ketadi. Pullarni ham yig'ishtirayotgan payt hamma shoshiltiradi. O'shanda dovdirab qolishingiz mumkin. Ishqib ishni ertalabgacha ham qildik. Kechki menda ishlash ozgina qiyin ekan. Odamni rosa uyqu tortadi. Xo'p, bir kun davomida biz qo'limizdan kelgancha yaxshi admin bo'lishga harakat qildik. Ishlab topgan pulimizni 100 ming so'm bo'ldi. Keyingi videomizda обязательно pulimizni qayoqqa ishlatganimizni biz ko'rsatamiz. Sizlar ungacha kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.